Assalomu aziz kuzatuvchilar, aziz obunachilar. Mana bugun sizlarga bir qulay joyda joylashgan uyimizni sotuvga qo'ydik. Bu joy qayerda desanglar, Yuqori Chirchiq tumani Saxovat mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan. 4 sotik 4 xonadan iborat. Shu joyimizdan Rohat Kurugiga 16 kilometr. Maktab, bog'cha, Optim bozori shundoqqina yoninglarda. Hozir ichkarini video olib obzor qilib o'tamiz. Ana ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Aziz kuzatuvchilar, 4 sotik 4 xona. Bir chetdan olamiz. Mana bu yog'imiz katta zal. Albatta bitmagan. Remont qilsa bo'ladi. Keyingi xonalarni ko'rsatib o'tamiz. İkinci xonamiz. Aziz kuzatuvchilar, like, podpiska bo'lib qo'yishni unutmanglar. Uchinchi xonamiz. Deyarli tayyor. Ozgina remont qildim. Bu 4-chi xonamiz. Endi kirmasak ham bo'ladi. O'zlari istiqomat qilishar ekan. Endi yog'imizni ko'rsatib o'tamiz. Bu yog'imiz hammom ekan. Bitmagan bo'lsa ham ishlari terib qo'yilgan. Aziz kuzatuvchilar, bu xonadonimiz narxi keladigan bo'lsak, xonadonimiz 4 sotik 4 xonaga uy egalari 40 ming AQSh dollari so'rashyapti. Ya'ni o'tib beradigan joyi bor ekan. Kelib ko'rib savdosini qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Ekranlarga telefon nomer qo'yib qo'yamiz. Kelib ko'rib baraka qilsanglar bo'ladi. Like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar aziz kuzatuvchilar. Rahmat hammaga.